Nega ilm-fan taraqqiyoti sharqdan g'arbga ko'chdi? 7-asrda islom dunyosi olimlari 400 yil davomida insoniyatning umumiy muammolariga yechim topishdi. Birinchi tadqiqot markazlarini tashkil etishdi. Biri Bag'doddagi Ma'mun akademiyasi bo'lsa, ikkinchisi Xorazmdagi Ma'mun akademiyasi. Fanlar otasi bo'lmish falsafa yangi bosqichga chiqay deb turganda 3 buyuk daho Farobiy, Beruniy, Ibn Sino vafotidan keyin unutildi. Fikrlash va so'roq qilish ateizmga tenglashtirilgach, ilm-fan o'z-o'zidan to'xtab qoldi. Ilm-fan to'xtagandan keyin texnologiya rivojlanmadi. Texnologiya yo'q joyda iqtisodiy o'sish bo'lmadi. Iqtisodiy o'sish bo'lmagandan keyin davlat va insonlar qashshoqlashdi. Shu kundan e'tiboran sifatli hayot o'rniga o'lim ulug'landi. Boylik o'rniga qashshoqlik muqaddaslashtirildi. Din o'rnini urf-odatlar egalladi. Sharqning ilm shu'lasi zulmatdan chiqayotgan g'arbga boy berildi. Yevropa ilm-fandan cherkovni uzoqlashtirgandan keyin Sharqning kitoblari va ilmiy meroslarini ko'chirishni boshladi. 15-16 asr oralig'ida 20 millionga yaqin tarjima qilingan kitoblarni bosib chiqarishdi. Xullas, kimlardir yer qazib oltin izlagan bo'lsa, kimlardir asl boylik kitoblarda ekanligini anglab yetgan.